O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Istanbul City'ga keldik. Bu Yakasroyda novostroykamiz, zakritый novostroyka bo'ladi. Zakritый dvor, begona odam yurmaydi bu yoqda. Bu yoqda bizada xudo xolasa 4-qavatda 2 xonali 65 kvadratdan iborat xonadonimiz sotuvga chiqdi. O'rtoqlar, xonadonning ichiga kirib oldik. Kelinglar, birga endi obzorni boshlaymiz. Mana kirib kelishimiz bilan akkuratniy katta oyna keladi. Mana katta koridor o'zini sitiniklari bor, kechasi tushib ketmaysiz hech qachon. Sразу o'ng tomonimizda bitta akkuratniy kuxnyamiz kelyapti. Уже tayyor jihozlari bilan. Kuxnyadan balkonga chiqib ketsak bo'ladi. Bu xonadonimizda juda ham ko'p oyna, yoruv, balkon ham ko'rsanglar bo'ladi. Zasteklenniy. Balkondan akkuratniy mana bunaqa ichki dvorga juda ham chiroyli vidga ega biza. Balkondan zalga kirsak bo'ladi, prixoshkadan ham zalga kirsak bo'ladi и hamda balkondan ham. Zalimiz ham tayyor mehmonlarni kutib olishga. Aytganimdek bu ikki xona bo'ladi. Ikki xonada bizda ikkita sanuzel, mana bu общий sanuzel emas. Общий sanuzel bo'ladi. Bu yoqda dальше oxirida уже bitta ota-ona spalnyasi, master bedroom bu ham. Tayyor jihozlari bilan o'zini sanuzeli bor alohida ota-onalar uchun. И hamda o'zida balkoni ham bor. Xonadonimiz yashashga tayyor, bemalol sразу kirib yashab olsanglar bo'ladi. Mana o'zini akkuratniy balkonchalari bor, mana shunaqa chiroyli vidga ega. Bu xonadonimiz 65 kvadratdan iborat. Narxiga kelgan bo'lsak 125 ming dollar startoviy so'rayapmiz. Xudo xolasa, ustida yana sunnatiga savdolashamiz. Xonadon yoqqan bo'lsa, bitta like ayamanglar, kommentga ham bitta oluvchi qoldiringlar. Hamma ma'lumotni telefon nomerlari bilan pastga opsiyaniyada qoldirib ketaman. Salomat bo'ling, ko'rishguncha.